Француз нутрициологи Джасин Часпи китобидан. Для нашего выживания крайне необходимо как можно быстрее вывести из системы кровообращения избыток глюкозы, чтобы уменьшить образование свободных радикалов и гликирование. Поэтому наше тело без нашего ведома приводит в действие собственный план достижения этой цели. Начинает играть в своеобразный тетрис. Ya'ni bu nutritsiolog insulinni qonda o'ynashini va insulin ortiqcha glyukozani muskullarimizga, jigarga va yog'imizga joylab glyukozadan, ya'ni glikogen va yog' aylanishiga yordam berishini tetris o'yiniga o'xshatgan. Ya'ni biz qonda qat miqdori o'ynaganda haddan tashqari ko'p kraxmalli, shakarli mahsulotlarni yeganimizda bizda tetris o'yini boshlanadi ichimizda. Ya'ni insulin chiqib, ortiqcha glyukozani bizga zarar bermasligi uchun glyukoza jigarimizga, muskulimizga ortganini yana qornimizga, yog'larimizga yog' qilib joylab qo'yadi, upakovka qilib. Va mana shu insulinrezistentность, semizlik, qandli diabet kasalligida tez qorni ochib qolish, shiringa tortish hissini, mexanizmni asosida, hammasini asosida mana shu narsa yotadi. Men aytaman, bu nutritsiologlar aytishi bo'yicha semizlik, qandli diabet, insulin tushirish masalalari hammasini bitta mexanizm bitta bo'lgani uchun bitta yo'l bilan hal qilinadi. Qonda glyukoza o'ynashini, ovqatdan keyin to'q qoringa glyukozani chiqib ketishini oldini olish kerak. Tamom. Ya'ni siz qonda glyukoza o'ynatmaydigan mahsulotlarni iste'mol qilishingiz kerak. Lekin bu mahsulotlar hamma uchun individual. Shakar, mevali soklar, kraxmalli mahsulotlar qonda o'ynatadi shakarni, bu aniq. Lekin hammani o'zini individual, har bir ovqatga o'zini reaksiyasi bor. Sizning insuliningiz qaysi mahsulotga chiqadi, qaysi mahsulotga sizda qonda qat miqdori oshib ketadi, bu hamma uchun individual deb aytsak ham bo'ladi. O'shaning uchun men maslahat beraman, eng zo'r yo'li qonda qat miqdorini normallashtirish uchun to'q qoringa, semizlikni, qandli diabetni, insulin tushirish hammasini mexanizmi bitta bo'lgani uchun bu datchikni qo'yib, qo'lingizga, telefoningizga o'zingizni qondagi qat miqdoringizni har 5 minutda tekshirib turadigan qilsangiz bo'ladi. Bu datchik yordamida siz qaysi ovqatdan keyin sizni taniysiz, nima reaksiya beryapti, qaysi ovqatga bilib olishingiz mumkin bo'ladi va shunga qarab sizni qonda qat miqdoringizni oshiradigan mahsulotlarni yemasdan, oshirmaydigan mahsulotlarni yeb, qonda qat miqdorini o'ynatmasligingiz mumkin. Bundan siz insulin tushirasiz, bundan siz vesni tashiysiz, bundan siz qandli diabet bo'lsa qo'lga olasiz, agar kelib chiqmoqchi bo'layotgan bo'lsa remissiyaga tushirasiz yoki profilaktikasini qilasiz. Juda ham zo'r yo'l komorbidniy holatlar uchun. Ham diabeti bor, ham semizligi bor yoki insulini juda ham baland chiqqan insonlar uchun juda ham zo'r gadjet.